Ben bugun kelgan dachamizga qaraylik. Shunaqangi zo'r atmosferniy dachani deriskiligini qarang. Dachani nomi Oskar, buni bilgan biladi. Qolganini o'zingiz bilasiz. Hozir egasi yo'q ekan, telefonda gaplashamiz egasi bilan narx-navolarni ungacha men sizga sharoit tushuntirib beraman. Kirganda shunaqangi basseyn, bu tomonda tapchan, hamma sharoitlari bor. Alo. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum, Sanjar, yaxshimi? Ha, charchamasam, sizlar yaxshimi? Rahmat. Aka, Oskarga keldim. Buni narx-navosini nima qilib beramiz, aka? Narx-navosini 2 milliondan olamiz. 2 milliondan May o'rtalarigacha. may o'rtalarigacha, ha? Bu yerga ham oila ulpat ichkilisiz, to'g'rimi? Hozir soat 2 kishida kattaroq kollektivchi bo'lsa. Bo'ldi, aka, o'z nomeringiz bilan unda qoldiraman, pastda bemalol telefon qilib bog'lanishadi. Shanba, yakshanba kuni shunda dogovorni, to'g'rimi, aka? Dogovorni kelishamiz. Bo'ldi, aka, rahmat.